Assalomu alaykum hammaga. Bitcoin SQL 50 ta savolni 10-kuniga tushibsiz. Demak bizda 10-savol average time of processes per machine. Ya'ni bitta o'sha qanaqadir zavod bor ekan, zavodda ishlagan mashinalarni ishlagan o'rtacha vaqtini topishimiz kerak ekan. Bizning tabelimiz shunaqa ko'rinishda, ya'ni bitta mashin ishlagan, misol uchun bitta mashin bir nechta proses qilgan. Misol uchun birinchi 0-proses bo'lgan ekan, 0.712 da boshlangan, 1.520 da tugagan. Mashina o'zi demak bitta proses bo'ldi. Bitta mashin bir nechta prosesda qilish mumkin ekan. Demak mana yana 0-ID dagi mashin ikkinchi prosesini boshlagan. Process ID 1 bilan, endi bu 3.140 da boshlanganda 4.120 da tugagan. Xullas biz nima qilishimiz kerak? Bizani qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu enddan, mana bu start date'ni shunday ayirib tashlashimiz kerak-da. Ayirib tashlaganimizdan keyin misol uchun birinchi prosesda qoladi, misol uchun taxminan 0.712. Ikkinchi prosesda qoladi taxminan 1. Demak, mana bu birinchi mashina uchun ikkita jarayon ishlagan. Birinchi jarayon 0.7 sekund, ikkinchi jarayon 1 sekund ishlagan. Demak, buni o'rtachasi taxminan 0.85. Demak, javobimiz mana shu machine ID 0 uchun taxminan 0.85 chiqishi kerak. Mana bu yerda ham o'z javobda shunaqa qilgan. Birinchi ID ham xuddi shunaqa ikkita proses bo'lgan. Demak, u uchun ham o'rtacha ishlagan vaqtini topishimiz kerak. Demak, biz birinchi o'ylashimiz kerak, nimadir qilib mana bu startni oldiga mana bu endni chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni mana 1550 mana bu yoqqa kelsa, biz mana 1550 dan 0.550 ni shunday ayirib tashlasak, bu mashinani ishlagan vaqti chiqadi. Ikkinchi proses uchun ham xuddi shu narsani qilsak, biz ikkinchi proses uchun ham misol uchun mana buni oldiga, mana buni olib chiqib olsak-da, shunday ayirib tashlasak, ikkinchi prosesni ham o'rtaga ishlagan vaqti chiqadi. Endi ikkalasini shunday qo'shib ikkiga bo'lib qo'ysak, demak bizda o'sha ishlagan vaqtini o'rtachasi chiqadi. Endi o'ylashimiz kerak, mana bu narsani biz qanday qilib oldiga olib chiqib olamiz? Biz hali lead, lag degan funksiyonlar haqida bilmaymiz. O'shaning uchun biz hozir joinda turibmiz, join ishlatib olib chiqishimiz kerak. Endi boyagi bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, undan oldingi videoda self join haqida aytdim. Ya'ni men biz bu tableda hayolimizda bitta table'ga copy qilib olamiz, ikkalasini bir-biriga join qilamiz. Endi biz davay oddiy join yozib ko'raylik. Qani join yozsak nima bo'ladi? Demak, activity deb nomladik. Birinchi table'imizni prosta start the activity table select qilsak, mana shunaqa ko'rinishda. Demak, xuddi hamda shunaqa yaratib olmoqchimiz hayolimizda va uni join qilamiz. Demak, birinchisini biz prosta start deb nomladik. Buni inner join ishlataveramiz. Chunki bizda hamma valuelar bo'ladi baribir. Biz join qiladigan ikkita tableda ham shuning uchun inner join ishlatamiz. Inner join activity. Endi ikkinchi hayolimizdagini biz end deb saqlaymiz. End degan table qilib saqlaymiz. Endi on close da bizda unique value bo'lishi kerak, ya'ni on unique value. Demak, bizda machine ID si mana bu startdagi machine ID, enddagi machine ID ga teng bo'lsin. Qarasak, machine ID bilan ishimiz bitmaydi, chunki unique emas bu. Lekin mana bu kombinatsiya bizda unique bo'lib turibdi har bir proses uchun. Ya'ni mana shu kombinatsiyada ham bizda start bor, ham end bor. Demak, shu orqali join qilamiz. Ya'ni on startdagi machine ID equals to enddagi machine ID ga and startdagi process ID teng bo'lsin enddagi process ID ga.
Davay, просто join qilib ko'ramiz qanaqa rezultat bizada bo'ladi. Demak, bizada birinchi 12 ta row bor edi. Endi bu 24 ta bo'lib ketdi. Nimani hisobiga bo'ldi desanglar, mana bizada 12 ta bor edi. Mana bu kombinatsiya unique emasda, unique bo'lganda, mana bu 0 bilan 0 faqat bitta rowda bo'lganda bizga yana 12 ta chiqardi. Demak, bu 0 bilan 0 ikkita rowda turibdi. Demak, mana bu turgan row birinchi bunga join bo'ladi. Keyin pastida mana bu turgani, keyin pastidagiga join bo'ladi. Boyagi bizning xayolimizdagi table orqali. Endi ikkalasi join bo'ldi. Mana shuni bir qator bitta pronounni o'ziga ham bitta row qo'shdida. Shuni hisobiga 2 barobar datamiz ko'paydi. Endi mana keyingi rezultatga qarasak, bizning startimizni oldiga pastdagi end kelib qo'shildi. Mana 0.712 ning oldiga 1.52 kelib qo'shildi. Bitta proses uchun 4 ta qator bo'lib ketdi endi bizada. Endi bizga kerak bo'lgani faqat mana bu start bilan end degan kombinatsiya kerak. Mana bunga qarasak, start bilan start bo'lib qolgan, end bilan end bo'lib qolgan, end bilan start bo'lib qolgan. Yo'q, bizga start bilan end kombinatsiyasi kerak. O'shaning uchun faqat shu rowlarni biz olib qolishimiz kerak. Misol uchun keyingi case ga qarasak, bunda ham mana start bilan end bor ekan, shuni olib qolishimiz kerak, qolganlarni drop qilishimiz kerak. Ular bizga kerak emas. Biz faqat mana shundan ayirib javobimizni chiqarib olsak bo'ladi. Endi buni qanday qilamiz desa, javoblarga qarasak, misol uchun birinchisi bilan solishtiraylik hammasini. Start bilan endda startdagi timestamp enddagidan kichkina, mana bu yerda ham berib qo'yibdi o'z descriptionda. The start timestamp will always be before the end timestamp for every machine ID, process ID, pair. Mana shu ikkalasi pair bo'lganda start har doim enddan ertachi keladi vaqti. Demak, mana shuni biz ushlab olishimiz kerak. Shu orqali biz qanaqadir solishtiruv qilishimiz kerak hozir. Biz mana bilan drop qiladigan caselarimizga qarasak, bu teng bo'lib turibdi ikkalasi. Ikkalasi ham start bo'lgani uchun date'lar teng bo'lib turibdi. Mana bu ikkalasi ham end bo'lgani uchun end date time teng bo'lib turibdi. Oxirgi casega qarasak, end bilan start, bunda end katta, start kichkina bo'lib turibdi. Bizga faqat start bilan end degan case kerak. Demak, biz yozishimiz mumkin. Yana shunaqa bizda case chiqib qoldi. And startdagi timestamp kichkina bo'lsin enddagi timestampda. Hop. Start bo'lib qoldi. Hop, endi mana bizga chiqdi. Start bilan end. Har bir o'sha mashina uchun, misol uchun birinchi mashinada ikkita proses bo'lgan, birinchi proses bilan mana start endini yonma-yon qo'yib oldik. Endi nima qilamiz? Endi boya aytganimdek, mana bu ikkalasini ayiramiz. Demak, yozamiz. Mana shu yon boshdan yozib, yana ham tushunarli bo'lishi uchun enddagi timestampdan ayiramiz startdagi timestamp. Hop, ayirganimizda mana rezultatlar chiqdi. Mana buni difference deb nomlab qo'ydik. As difference. Demak, mana bu birinchi mashinada, birinchi proses ishlaganda 0.8 sekund difference shu ishlagan vaqti shuncha bo'lgan. Ya'ni birinchi prosesda 0.8 sekund, ikkinchi prosesda 0.98 sekund ishlagan. Endi biz nima qilamiz? Mana bu har bir mashinani gruppalaymiz. O'zi 3 ta mashina bor ekan, uchalasini gruppalaymizda, mana bu gruppalaganimizdan keyin har bir mana differencedan average'ni chiqarib olamiz. Ya'ni bunaqa yozamiz. Tak. Endi bizga javobda bizga nima kerak? Javobda har bir mashina bilan processing time kerak. Demak, endi bunaqa yozamiz. Bizga bergan, tak, mana bu start endi hozir kerak emas. Bizga bergan farqi yo'q. Biz mashina ID'ni startdan olishimiz mumkin, enddan ham olishimiz mumkin. Ikkalasi ham bir xil. Startdagi mashina ID'ni bergan va mana buni
average'ini bergan, ya'ni mana shuni, mana shu kolumni, mana bu difference kolumni average qilsin, ya'ni mana bu ikkalasini, misol uchun bu yerda 3 ta row bo'lib qolishi mumkin, uchalasini qo'shadida 3 ga bo'ladi. Average shunaqa ishlaydi. Average'ini bersin mana shu kolumni da. Endi buni yozib qo'yamiz, difference emas, as mana bu nima edi, processing time, ya'ni average processing time shunaqa bo'ladi. Endi biza average ishlatdik, aggregation functionlardan bittasi. Endi biza group by yozishimiz kerak, bo'lsa xatolik beradi. Group by start dot machine id. Menimcha to'g'ri yozdik, ishlatib ko'ramiz. Demak, birinchi mashinada shuncha ishlagan ekan, 0-mashina shuncha vaqtda, o'rtacha vaqtda ishlagan ekan, birinchisi shuncha, ikkinchisi buncha. Endi buni tekshirsak, bizda to'g'ri javoblar chiqibdi. Endi copy qilamizda, paste qilib submit qilamiz. Ozroq vaqt kutamiz. Xo'p. End degan joyida shunaqa xatolik chiqdi. Bu o'sha bizda yozadigan kod SQLite'da SQL serverga tushmadi. Chunki SQL serverda end degan o'zi specific word bor, keyword bor, u case bilan ishlatiladi. Postgres sinab ko'raylik. Boshqa MySQL SQLite bir xil bo'lishi kerak. Xo'sh, bu xato chiqardi, round qilishimiz kerak ekan. Bunda javobda description'ni ko'raylik. Javobda 3 talikgacha yaxlitlagan ekan. Demak, mana bundan chiqqan javobni round qilamiz. Shuningizda round ondan keyin virgul shuncha deylikchi. Mana endi javobimiz qabul qilindi. Endi submit qilamiz. Demak, MySQL bilan SQLite tili bir xil ekan. MySQLda qilsa bo'lar ekan. Xo'p, lekin 8 ta testdan o'tdi-da, oxirgisidan o'ta olmadi. Nimaga o'ta olmadi? Tekshiramiz. Faqat bitta case'ni tekshirgan ekan. Inventory 56 0.995. Hozir videoni pauzaga qo'yib, video cho'zilib ketmasin, qarab ko'raman. Nimadir bug topsam, hozir videoning davomida aytaman. Tak, bu narsa menimcha LeetCode'ni o'zidan, chunki o'zi bergan example'da ham misol uchun 0.596 chiqsin deyapti, lekin bizning rezultatimiz 0.894 qaytargan, to'g'ri javobni qaytargan. Men misol uchun 0.712 1.52 dan 0.712 ga ayirsa, taxminan shu 0.75 atrofi qolsa, mana bu 4.12 dan 3.14 ga ayirsa 1 qolsa, taxminan 1.75 bo'ladi. Ikkalasini qo'shganda 2 ga bo'lsa, shu taxminan 0.87 shu atrofi chiqadi, lekin 0.596 emas. Bizning kodimiz to'g'ri javobni chiqargan. Bilmadim, balki bu o'sha MySQL bilan bo'lishi mumkin, SQL syntaxis bilan, balki mana bu prosta start bilan end boshqa HLSMni o'zgartirib, oddiy MS SQL serverda run qilish kerak. O'shanda bizning javobimiz to'g'ri chiqadi. Xullas, bizning ishlagan javobimiz to'g'ri va xatolik platformada. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bizda 11-puzzle employee bonus.
Bu fazellarni ancha oldin ishlab chiqdim, 2 yilcha oldin. Endi qolganlarini ham takrorlab ishlab chiqamiz. Hammaga rahmat, keyingi videoda ko'rishguncha.